hammamiz yig'lab yuborganmiz buni eshitayotganini his qilib. Men Marjonani oyisiman. Qizim 2017-yil tug'ilgan. Tug'ilganida o'rta qizim orasi 1 yosh. Bunga ko'p vaqt ajrata olmay, uncha eshitmaganini, gap nutqida nuqsoni bo'layotganligini uncha sezmaganmiz. Marjona qizim 1 yoshga to'lganida doktorga olib borganmiz, gapirmagan, shu qillarga uyg'onmaslik holatlari kuzatilgandan keyin audiometriya qilishgan. Audiometriyada 4-daraja eshitish zaifligi deb doktor aytganlar. Biz juda ham shok holatga tushganmiz. Umuman tasavvur qila olmasdik bu holatni. Biz hech qaysimiz bunaqa holatga kutmagandik ham, tayyor emas edik ham. Doktorlar aytishgan, bu kasallikning davosi bor. Shu kohlear implantatsiyasi orqali bolaga eshitish imkonini berish mumkin. Birinchi o'sha tovushi eshitayotganda, bizani ovozimizni eshitganda qizim 2,5 yoshda edi. Ko'zlari katta-katta ochilib, shundoqa qaragan, qanaqadir boshqacha his-tuyg'u. Buni men tasvirlab bera olmayman. Bitta qulog'idagi implant bilan, ya'ni shu kohlear implant bilan ko'p natijalarga erishdik. Men buni inkor qila olmayman. Lekin baribir shu shug'ullanayotgan jarayonda faqat bir yog'ida bo'lgani uchun ikkinchi quloqida eshitish pastligi hisobiga biz maslahatlashib, ikkinchi qulog'iga ham kerakmikan deb savol tug'ildi. Zebo Hayitbayevning yoniga keldim. Chunki birinchi operatsiyasini orasida 4 yil bo'lgan edi. Yana qilish imkoni bormi? Yosh bola bu. Juda baribir endi katta og'irroq operatsiya deb o'ylaymiz-ku. Kelib maslahatlashganimda, ular to'g'ri maslahatlarni berib, bir qancha tekshiruvlardan o'tkazib, qizimni ko'rib, keyin shu qo'ydirsangiz bo'ladi. Bu ikkita quloq bilan eshitgan bola bilan bitta quloqda tasavvur qilib ko'ring deb o'zimga savol berdilar. Haqiqatda o'ylab qarasak, ikkita quloq bilan eshitgan, xuddi sog'lom odamlardagi eshitgan boshqacha deb ikkinchi qulog'iga ham implant qo'ydirishga qaror qildik. Operatsiya jarayonlari juda ham a'lo darajada o'tdi. Biz ikkinchi marta operatsiyadan juda xavotir olgandik. Baribir endi yosh bola narkoz oladi, quloq ochiladi deb baribir har xil qo'rquvlar bo'ladi. Shular hammasi xuddi shu birinchisidagi juda ham a'lo darajada o'tdi. 1 oydan keyin yana подключение bo'ldi. Keyin avgustda maktabga chiqdi qizim. Juda ham savol-javoblardan yaxshi o'tdi. O'zi tushunib, hech kim yordamsiz o'qituvchilarini berayotgan savollarini angladi va qizimni ommaviy hamma sog'lom bolalar o'qiydigan maktabga qabul qilishdi. Marjonani oyisi maktabimizga olib kelganlarida juda ham katta hayajonda edilar. Marjona bizani hamma savollarimizga to'liq, ravon, aniq javob berdi va bizani 1-sinfga qabul qilindi. Hozirgi kunda 1-sinf o'quvchisi. Assalomu alaykum. Men Uchtepa tumanidagi 312-maktabni boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'laman. Ismim G'afurova Feruza Aliyasqarovna. 25 yildan buyon boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Bu yil 1-sinflarni qabul qilganligim munosabati bilan avgust oyida Marjona degan qizimiz oyisi bilan maktabga qabulimizga keldilar. Marjonani quloqdagi kohlear apparatini ko'rib, biza maktabga moslashib ketarmikan, do'stlarning oldida uyalib qolmasmikan, darslarni qatnasha olarmikin deb o'ylagan edik. Lekin Marjona o'zini tirishqoqligi, hamma fanlarga qiziqishi, o'zini intilishi, do'stlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishi bilan o'zini juda yaxshi ko'rsata oldi shu kungacha. Marjonani kohlear apparatini taqqanini sinfdoshlari qanaqa qabul qilar ekan, uni haqoratlab qo'ymasmikin degan fikrga keluvdik. Marjona o'zini chiroyli tarbiyasi bilan, tirishqoqligi bilan
hech qaysi sinfdoshi unga husn munosabatda bo'lmadi, buni to'g'ri qabul qilishdi. Men o'ylaymanki, Marjona shu kungacha shuncha yaxshi natijaga erishdimi, bundan keyingi o'quv yillarida ham ishonamanki, u bundanda baland cho'qqilarga erishadi. Injivo klinikasiga, Zepa opamlarga va xodimlariga, qizim bilan injuvliklarini, erkaliklarini ko'tarib shug'ullangan logoped, surdopedagoglariga men o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hammanglarga rahmat.